mana shu o'zi keyin xalqimizga ham qoyil qolish kerak. Duoning kuchi katta-da. Qaranglar, biz bu borganda kim bilan tushiradimi yo'qmi dedik. Bu qildi, aka ham ketdi, anaqa ham odamlar ro'zagacha epladi. Men darvoza bolati chiqqanimdan ro'zagacha epladi-da. Yo'q, yaxshi ham Ramazon kelib qoladi, o'lib ketadi bitta yo'q. Bir ikkitala bora to'xtatib qolishdi. Qo'shiq bilan qo'llantirib shukr qilgan ekan. Borki yaxshi ham hujumchimiz ekan, o'lardik. Nima qilar ekan bizning xalqimiz? Yo'q, akamchi ketdi. Aka ketdi. Mavsum oxirigacha yasham boshladi. Mavsum oxirigacha ketdi. Eng qizig'i, bular umuman tarkibga qaytmaslik, yozda transfer bo'lib ketishi. Hali Abduqodir Husanov, uni agentlari hech kim hal qilmaganda Rodrini chiqarib turdi bu xalq. Men bordim nimaga? Krizis qilib klubda. Krizis qilib, u yaqinda o'tirib hazil ekan. Endi kuch ketdim. Qaraverib oxiri yomon ekan ko'zingizga. Sil artistga bor. 18 yoshli bola hamma joy o't tashar ekanda ko'zi bilan. Bitta umuman Shaolinda kattasi bor ekanda, o'sha bir ko'rib turib, haqiqatan ko'zingiz zo'r ekansa, ko'z oqib tushibdi-da mana. Tog'larni urib olgan ko'zni bu ko'z urib olgan ekan, tushundingizmi? Bor narsada.